Sizlarga bitta savol. Hozirgi MDF eshiklar mustahkam baqlatmi yoki mana bu avvalgi taxtadan qilingan eshiklar baqlatmi? Kommentariyaga yozib ketinglar. Hozir men bitta ikki xonali xonani obzorga kelganman. Zolotoy etaj bilasizlar, 2-chi, 3-chi qavat bizlarda zolotoy etaj hisoblanadi. 2-chi etaj 6 qavatlik novostroykani 2-chi etajda 63 kvadrat, narxi esa 54 ming, yana savdosi ham bor deyaptilar. Mana shu prixoshkadan kirib kelishda do'kontirni katyol bor, har bitta xonasiga batareyasi bor. Mana shu kattagina zalda bo'ladi, operativ. Juda ham katta. Novostroykalarning zallari mana shunaqangi katta bo'ladi. Konditsioner, batareya bor, mягкий mebel hammasi qoladi. Televizor zonlarini ham zo'r qilgan akamiz. Bu bitta xonasi, pollari parket qilingan, parketashi dashat. Bu esa kuxnisi, hamma jihozlari bilan. Straniy mashina deysizmi? Mana bu rakvenli, gaz plita, do'kontirni katyol, ariston, xolodilnik hamma sharoiti bor. Bu esa kattalar uchun yotoqxona, operativ. Eshiklari juda ham mustahkam taxtadan qilgan. Baribir hozirgi ba'zi bir MDFlardan bu yaxshiroq menimcha. Mana shu divanchasi turibdi, batareyasi bor, bu yerda o'zini garderob shkafi bor. Ana endi bitta sanzar, общий sanzarni bitta ko'rsatamiz, operativ. Vanna, unitaz mana shu yerga rakvenni bu yerga 24 ga 7 suv, gaz, svet juda ham zo'r. Arenterimiz Sartepo Tramvay kanechkadan shunday o'tib to'g'rida kelishdan novostroyka 6 qavatli binoning 2-qavatida joylashgan. 54 ming pulim yo'q deganlar uchun mabodoga 23 ming, 24 ming boshlang'ich to'lov bilan ipoteka